Bitta choy bilan yuzingizdagi dog'ingizni yo'qotaman desam ishonasizmi? Internetda mashhur bo'lib turgan matcha choyidan bugun biz ham tayyorlab ko'ramiz. Qani ketdik. Buning uchun bizga matcha choyi, glina, askorbenik kislota va yogurt kerak bo'ladi, qizlarjonlar. Hammasidan 1 osh qoshiqdan solamiz. 1 osh qoshiq yogurt, 1 osh qoshiq glina, 1 osh qoshiq matcha choyi, 2 ta askorbenik kislotani solib, yaxshilab aralashtirib, kechki payt tozalangan terimizga haftada 3 marta, eshitib olinglar, haftada 3 marta muntazam 1 oy qilsalaring, dog'lar oftodan kuygan teri, ugridan qolgan dog'larni shunaqa zo'r ketkazadi. Bu yerda do'q holatini ko'rsatib o'tkazdim. Klientimizni qani ko'ringlar, natijani birgalikda ko'ramiz. Yaxshilab surtib 15-20 minut turadi. Agar yuzingiz achishmasa, yarim soatga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qaranglar, qanaqa oqartirdi effekti haqiqatan zo'r ekan. O'zimga ham sinab ko'rdim, sizlarga ham sinab ko'rishni tavsiya beraman. Allergiyasi bor qizlar ehtiyotkorlik bilan ishlatishlaringni. Like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Yana qanaqa videolar qiziq, kommentariyaga belgilab keting.